Проект был об органайзере, и мы приготовили органайзер. Наш органайзер составляет от коробки и разноцветной бумаги. Вот так, покажи лицо, да, вот. Мы использовали ножницы и клей, чтобы подкрепить это все. И получилось у нас такое чудесо. Это чудеса. Да. Чудо-органайзер. Где можно использовать этот органайзер? Любой место. Офисе. Можно на примере показать? Можно на примере показать? Учебник тоже поместится? Нет? Да, поместится. Сейчас. Молодцы. Молодец. Вот tushuntiringlar bu nima ekan? Bu aqlli 10 minutlik uyqu kapsulasi, xohlasa 10 daqiqaga ham qo'yish mumkin. Xo'p, uyqu kapsulasi. Хорошо. Yaqinroq olingchi. Nima ekan bu? Qarang, tushuntiringlar buni. Bu 10 daqiqa u 10 daqiqalik taymer signal bilan uyg'otadi, charchoqni kamaytiradi va diqqatni oshiradi. Va aqlli kapsula. Aqlli kapsula. Xo'p, endi qarang. Aqlli kapsulani maktabda bo'lishini shuni xohlaysizlarmi? Ha, shu kapsulaga kirib olib, o'zi 10 minut bo'lsa ham nima? Ozgina dam olamiz. Tarafsizlarda biz charchaganimizda mana shu kapsulaga ichiga kirib olib, 10 minut dam olib chiqishimiz mumkin ekan. Xo'p, bu kapsulani foydalari nima? Ozgina charchoqmiz chiqaradi. Keyin diqqatni oshiradi. Nima deb o'ylaysizlar? Shu narsani, shu loyihani maktablarga qo'yishimiz yaxshimi? Ha? Shunaqa kapsula har bir nimada boshlang'ishda, katta korpusda, bizni korpusda shunaqadan bitta kapsulami yoki nechtadir kapsula kerak? Ko'proq bo'lsa. Ha, kapsula unaqa katta bo'lmaydi, to'g'rimi? O'sha bitta odam sig'adigan bo'lsa Yetadi. Rahmat sizlarga. Aqlli kapsula haqida aytib berdilaring. Bu ham bir nima, bir tashabbuskorlik, aqlli kapsula. Yana yangilik kutib qolamiz sizlardan. Qani qizlar? Bu bizga yordam beradigan chamadon. Buni ichiga o'quv qurollar, kiyimlar hammasi sig'adi. Maktabga kelishimizda ham buni tutib kelsak bo'ladi. Buni ichida daftarlar qo'yadigan joyi, qalamlar, o'chirgichlar qo'yadigan joyi bor. Yaxshi ko'rsating, tepalari, ruchkalari, qo'l ruchkasi ham. Bu qani. Bu nima ekan? Mana tepasi chemodan, ha? Ha, chemodan sumka ekan. Bu prosta sudrab yuradigan. Sudrab yuradigan. Ha, yana. Bu nima mana bular? Ballonlari. Buni yopib qo'yganmiz. Ochingchi. Bu daftar qo'yadigan joyi, bu qalam, bu flomaster, shtrixlar, bu yoq kleylar, bu yoq o'chirgichlar qo'yadigan joyi. Bu daftar qo'ysak ham, kichkina kitoblar qo'ysak ham bo'ladi. Ha. Buni hozir sizlar shunday loyiha qilib kelgansizlar, kartondan yasab, to'g'rimi? Keyinchalik bu katta fabrika, zavodlarga sizlar loyiha institutlariga bersalaring, shunaqa portfel, aqlli portfel ishlab chiqishi mumkin. To'g'rimi? Sizlarni maktabga yelkalaringda osib boradigan sumkani bu yengillashtirilgan varianti ekanda. Rahmat qizlar. Bundan ham chiroyli yana bir narsalar o'ylab chiqishlaringni kutib qolamiz sizlardan. Rahmat.